Samarqandda Sharq taomlari festivali mana Xorazmdan akamiz kelgan. Aka, ovqatlarni bir tushuntirib bersangiz. Bizda bugun Xorazm xonlarining taomlari xiva xonlarida davrida pishgan sivitashi. Keyin suzma palov. Buni ustiga bu solinadi. Bu solinadi, keyin suzma solinadi o'ziga. Buchi? Bu suzma palov, oshimiz tayyor. Bu tovoqqa suziladi. Keyingisi? Bu sho'r kebab. Aha. Bu non bilan go'sht. İçinde non, go'sht, pomidor, Bolgarskiy. bolgarskiy. Faqat Xorazm to'ylarida to'ydan oldin xizmatdagilarga tayyorlanadi. Xumbarak, asarti barak. Xumbarak hammaga mashhur. Keyin nonlar. Pelmen bor, so'msoq bor. 23, 24-chi Mart mart kunlari mana Samarqandda Sharq taomlari festivali 1-marta o'tkazilyapti. Xudo xolasa. Bu ajoyib narsa. Mangalda. Aka bu qanaqa? Aka bugun biz artistlik mangalda 3 xil baliq qo'yganmiz. Aha. Belamur, Aha. sazan Aha. va sudak. Aha. Va o'zimizni firmenniy kuritsa celый. Именно ichida farshirованный spetsiyami. Baliqni kim olsa agar limonni ichiga skidka qilib beradigan mangal. Kabob ekanda? Labay? Kabob. Yo'q, bu cheshsa toqqa chiqasiz-ku. Dudlangandaymi? Vale. Agar sizga hozir birdan kerak bo'lsa, ichkari ichida pishirib beraman. Falgaga o'rab, shunda tez pishirib beraman. Og'imiz tayyor. Ana, ajoyib narsalar. Hunarmandchilik qo'l mehnatini ko'rsataman, yaqinroq olib keling. Kashtachilik. Bunaqangi kashta tikadiganlar endi hozir noyob bo'lib qoldi-da. Lekin buni qadrlaydiganlar chet elliklar, turistlar, o'zimiz samarqandlik bu eski ishlarni qadrlaydiganlar haligacha shogirdlari bor ekan. Haligacha mana kiyimlar kiyadi. Samarqandliklar haligacha buxoroliklar bunaqa narsalarni qadrlaydi. Mana